Bittasi aytgandek, ketini yirtib yuborsa, Portugaliyani nima qilasizlar? Ayrim Ronaldo paraslar Portugaliya O'zbekiston o'yinida Portugaliya yetishtiradi O'zbekistonga, O'zbekiston javob ham qaytara olmaydi deb aytganlar. Agar ketini yirtib yuborsa, O'zbekiston Portugaliyani nima qilasizlar? Haqqa bekinasizlar. Portugaliya nima? 10 millionlik aholisi bor. Biza O'zbekiston почти 40 million. Undan tashqari O'rta Osiyo, turkiy xalqlar hamma podдержка qilib turganda, shuncha odam duo qilib turganda, Ronaldo pullari ham hech narsasi yordam bermaydi. Alloh biz tomonidan biz duo bilan Xudo xolasa hal qilmoqchimiz hammasini. Inshaalloh butun O'zbekiston va turk xalqi musulmonlar duo qilib turibdi O'zbekiston uchun. Sizlar Portugaliyadagi Ronaldo, Messi va ayrim zvezdalar bor, ular urovingda o'ynaydigan o'zbekistonlik futbolchilar ham bor. Prosta ular shunaqangi zamonda, shunaqangi paytda, shunaqangi joyda tug'ilib qolganki, ular shu darajaga chiqqan. Biz nima 35 yillik, 34 yillik davlatmiz. Biz endi o'zimizni ko'rsatishni boshlayapmiz. Agar biza misol uchun Eldormi, Abbosmi Yevropada tug'ilgan bo'lganda Ronaldodan qolishadigan futbolchi bo'lmagan bo'lardi. Hech ham qolishmasdi, hech qanaqa tomondan. Ishoninglar gapimga. Biza prosta yangi Sovet Soyuzidan chiqqan, endigina o'zimizga o'zligimizni topayotgan davlatmizda. Agar bizani bolalar, ishoninglar gapimga, Yevropada tug'ilsa, futbolistlarimiz, bizani mehnat bilan, bizani tarbiya bilan, ishoninglar, Ronaldo, Messilardan zo'r futbolistlar chiqadi.